19 yil yashab, men nima ko'rdim, ko'plarni xafa qilib, o'zimcha xursand bo'ldim. Ortga chekinmadim, kuchim yetmasa ham baribir mushtumga ishonib oxirgacha na prins bordim. Ketganlar ketdi, gapidan qolmas ekan, na ularni majburlash menga emas ekan. Mayli omadini bersin, baxtli bo'lsin, shirin farzandlar o'stirib, haqiqiy ona bo'lsin. Meni kechirgan insonlar doim eshigim ochiq. Kelinglar xursandchilik qilamiz qiyichuv. Alamda qolganlar, mayli ola qosindan menga qizig'inglar yo'q, menga vechna baraban. Haqiqatni aytsam, hozirgi qizlar uchun katta amakilar bilan doim o'ralgan sochu kirib ketadi. Bitta xonaga shu sizlar noto'g'ri cho'mela u topshirib o'tkazachut. Harom to'lib ketdi benomusni dastidan, befarosatlar tvarik. Ana ko'padama, ota-onangga qara. Bugun bor ertaga yo'q, o'lib ketganidan so'ng yig'lama foydasi yo'q.